Assalomu alaykum azizlar, hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Bizning bugungi videomiz qushtaron yoki qizil tasma, xalq tilida qush tili o'simligi haqida bo'ladi. Bu o'simlik tarondoshlar oilasiga kiradi. O'simlikning poyasi qator tugunlardan iborat bo'lib, oralig'ida bug'unlar joylashgan. Bu tur nomi Avicularis, ya'ni o'simlik urug'i qushlarga dom bo'lgani nazarda tutilib, shunday nom berilgan. O'zbekistonda taronning 45 turi bor. Bu o'simlik hamma viloyatlarda, yo'l yoqalarida, dalalarda, hatto asfaltni yorib o'sadi. Qushtaron o'ti ko'pincha yotiq holatda yoki tik holatda bo'lib, poyasining uzunligi 60 cm gacha bo'lgan bir yillik o'tsimon o'simlikdir. Barglari mayda, gullari ko'rimsiz bo'lib, barg qoldiqlaridan 3-5 donadan pushti yoki ko'kimtir rangda bo'ladi. O'simlikning hamma qismlari dorivor hisoblanadi. Uning kimyoviy tarkibi silikat kislota, flavonoidlar, efir moylari, oshlovchi moddalar, karotin, saponillar, shilimshiq moddalar va antraglikozidlar mavjud. Xalq tabobatida bu o'tdan tayyorlangan qaynatma yoki damlamalar ichki darda, ya'ni ichni qotiradigan, ichak kasalliklarida, qorin og'riqlarida, bachadondan qon ketayotganda, ko'k yo'talda va sil kasalligida ishlatiladi. Bundan tashqari, bu o'tning galin preparatlaridan jigar, buyrak, siydik tosh va o't tosh kasalliklari, podagra, poliartritda foydalaniladi. Zamonaviy tibbiyotda esa qushtaronning yoki qizil tasma o'tining tarkibida flavonoid glikozidlari borligi tufayli buyrak, qovuq va o't pufagidagi toshlarning tushib ketishi aniqlangan. Qushtaronning suv va spirtda tayyorlangan ekstraktlari qon bosimini pasaytiradi, qon o'shini tezlashtiradi, o'pkada havo almashinuvini yaxshilaydi. Qushtaronning dorivor preparatlari buyrak xastaliklarini davolashda, ginekologiya amaliyotda qo'llaniladi. Qushtaron yoki qizil tasma nomlari bilan u dorixonalarda yig'ma choy tarkibida bo'ladi. Faqat shifokor tavsiyasi asosida. Azizlar, qushtarondan damlama tayyorlashni bilmoqchi bo'lsangiz, bizning keyingi videolarni ko'rishni tavsiya etamiz.